neyrosonografiya va emlash. Ya'ni bolalarning boshini o'zi qilamiz, keyin emlashga ruxsat beramiz. Bu ko'p uchraydi hozir. Bu muammo desa ham bo'ladi. Nima uchun? Chunki shu darajaga yetib keldiki, bolani boshini o'zi qilib turib, keyin emlashga ruxsat berish u an'anaga aylanib qoldi. Shifokorlar emas, ba'zi patronajlar ham aytadi, emlash olib borayotgan hamshira ham shuni aytar ekan. Boshini o'zi qildirib keling, keyin emlashga ruxsat bersa doktoringiz, keyin emlaymiz. Aslida bu kerakmi, kerak emasmi? Boshni o'zi qilib, o'zining xulosasiga qarab turib emlash mumkin yoki mumkin emas degan qoida yo'q. Birinchi o'rinda chaqaloqning holati. Agar nevrostatusda chaqaloqlik davriga xos reflekslar, ya'ni chaqaloqlik davriga xos rivojlanish yaxshi ketyaptimi, o'zida nima chiqishidan qat'iy nazar, ya'ni aytadi, pseudokista, qanaqadir qon quyilish, likvor yo'llarini kengayishi, suv bor ekan, 6 ekan, 8 ekan, bunaqa gaplar emlashga qarshilik qila olmaydi. Umuman ko'rsatma bo'ladi o'ziga. Haqiqatan vrach, nevropatolog tomonidan chaqaloqda rivojlanish etaplarida qanaqadir nuqson, ya'ni orqada qolish sezyaptimi, ana shunda o'ziga ko'rsatish mumkin. Ya'ni o'ziga ko'rsatma bo'lishi mumkin. Lekin undan tashqari faqat tungi yig'lashlar, chaqaloqlardagi ko'likka, qorin bilan bog'liq muammolarda ham doim o'zi qilishga hojati va o'zi emlashga qarshi ko'rsatma bo'la olmaydi.